Assalomu alaykum hammaga. Hyundai mashinasini olib qolganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Shu ondan DTP'si bor ekan buni. Shu kapotdan shu holati ezilib qolibdi. Figurasidan zazorlar ochilib qolgan fari bilan. Krilosida shu yarimdan bu yoqda pachoqlari bor. Shu holatda kirib ketgan. Zazorlar ham ochilib ketgan. Buni ham rixtovka qilib, radni qoldirib beramiz. Kuzatib tursangiz, bitgan holatdan qo'yib yuboramiz. O'sha qolgan Hyundai mashinamizdan ishlarini tugatib oldik. Ko'rishinglar mumkin. Shu oldi kapot bilan krilosida miyatinasi bordi, pachoqlari. Kapot shu figurasidan ezilib qolgandi. Biz buni o'zini raddan qoldirib berdi, yaxshi chiqdi. Ko'rishinglar mumkin. Shu oldi krilosi ham shu 3 tomoni shu g'ijim bo'lib buklanib qolgandi. Bu ham raddan qoldi. Shunaqa kraska qo'yishgan joylarni kosmetika qilib, shu kosmetikadan keyin bir qator ko'rib olamiz. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Yaxshi chiqdi. Shunaqa rixtovka xizmatlari bo'yicha aloqaga chiqib kelaverasizlar, chiroyli qilib ishlaringlarni bitirib beramiz.